Sion 1 $300 qilib beraman, aka. Donasini zboriy holatda. Bo'ldimi? Aka, Nimadir bonus qo'shib ber, nimadir. Aka, Leitmotor mashinasini haydaysiz, lekin zapchasini qayerdan olishni bilmayapsizmi? Bizga murojaat qilsangiz, chiroyli narxlarda qilib, liboy zapchasini xarid qilib beramiz. C10, C16 ga полный kuzovni, oyna, laboy, oldi-orqa, даже hadoviy zapchalargacha olib keltirib qo'yganmiz. Sion 1 bamferga keladigan bo'lsak, bu bamferlarning oldi-orqa ranglari, даже elektrlariga kelgan. Bizlar bunga nima skidka berasiz? Aka, skidkani bombasini qo'yma. Oldi-orqa C16, C11 bamferlariga skidka berib yubordim. C11 ni $300 qilib beraman, aka. Donasini zboriy holatda. Bo'ldimi? Aka, Nimadir bonus qo'shib ber, nimadir. Aka, orqa bamfer olganligiga ikkita yarim dorisini bonusiga qilib beraman. C16 ga keladigan bo'lsak, C16 ning oldi-orqa bamferlarini, mana shu yechilgan testoviy bamferlarni $350 qilib beraman. Bunga bir nima bormi? Bir nima bonus? Bitta sensor bonusiga qo'shib beraman, aka. Kammi? Farq maza qilsa, bo'lmasa ikkita sensor qo'shib beraman. Bu boshqa. Bo'ladimi, aka? Bo'ladi. Kimga mana shunaqa zapchaslar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, boshqa kerakli zapchaslar bo'yicha aloqa qilsanglar, skidka narxlarni kelishtirib qilib beraman, aka. Leitmotor mashinalarining orqasida mana bunaqa naborlari chiqmaydi, balon yamigan kelak bilan nasoslari. Ko'pchilik qiynalib bizga rosa telefon qilishadi. Uni ham yechimini qilib originalini olib keltirib qo'ydik. Bemalol telefon qilsanglar, nasos bilan balon yamigan kelagi bemalol ko'p, telefon qilsanglar chiroyli narxlarda qilib beramiz.